Eng yaqin inson sizga bu ayolingiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Akrimun nisa." Ayollarga ikrom ko'rsatinglar. Fa vallohi ma akramahunna illa karim. Allohga qasam, ayollarga faqat karim inson ikrom ko'rsatadi. Va ma ahanahunna illa la'in. Faqat pastkash, razil insongina ayollarni xor qiladi. Ayolingiz, juftingiz, turmush o'rtog'ingiz sizga yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Odatda muloyim yumshoq gaplar ko'chadagilarga gapiriladi, uyga bori gapiriladi. Ko'chadagilarga topib gapiramiz, uydagilarga nima qilamiz? Borini gapiramiz. To'g'rimi? Ayol kishiga do'q qilib, ayol kishiga qattiq muomala qilishlik ulug'likning belgisi emas. Aksincha bu uni teskarisini belgisi. Ko'chadagilarga qilib ko'ring, bunaqa qilig'ingizni kimsan sen menga deydi. Endi uyingizda qilasiz, chunki ko'taradida, u zdachi bera olmaydi-da. Zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydi-da.